Avval xabar qilganimizdek, Urganch shahridagi Konstitutsiya ko'chasida tashkil etilgan targ'ibot burchaklarida asosiy qonunimizda belgilangan normalarning mazmun mohiyatini ochib beruvchi musiqiy dastur fleshmob harbiylar chiqishlari namoyish etilmoqda. Huquqiy viktorinalar orqali yoshlarning huquqiy savodxonligini yuksaltirish maqsad qilingan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Yangi O'zbekistonning yangilangan konstitutsiyasi davlatimiz taraqqiyotining muhim tarixiy bosqichida qabul qilingan bo'lib, jamiyatimizning kelgusidagi rivoji va ravnaqining ustuvor yo'nalishlarini belgilab bergani bilan ahamiyatlidir. Urganch shahrida tashkil etilgan konstitutsiya ko'chasida mana shu jihatlar o'z ifodasini topdi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 15-moddasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi tan olinadi deb kafolatlab qo'yilgan. Biz har bir jabhada nafaqat uyimiz bo'lsin yoki o'qish, ta'lim olish huquqiga va boshqa huquqlarimizni himoya qilishimizga haqlimiz. Bundan tashqari huquqlarimiz va majburiyatlarga ham amal qilishga harakat qilamiz. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlatchilik, sud huquq, ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni bundan keyin ham rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratdi. Jumladan, sud huquq tuzumida xalqaro huquqning ajralmas bir qismi bo'lgan Miranda qoidasi va aybsizlik prezumpsiyasi konstitutsiyamizga kiritilib, fuqarolarning huquq va erkinliklari, shuningdek qonuniy manfaatlarini himoya qilishda mustahkam asos yaratdi. Biz ichki ishlar organlari xodimlari konstitutsiyamizga to'liq amal qilgan holda xizmat faoliyatimizni olib boramiz. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilishga qaratilgan bir qancha ishlar olib borilmoqda. Asosiy qonunning 9-bobi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlar deb nomlanib, unda tegishli moddalar orqali har kim qulay atrof muhitga, uning holati to'g'risidagi ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga ega ekanligi, fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburligi e'tirof etilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 49-moddasida belgilangandek, har kim qulay atrof muhitga, uning holati to'g'risidagi ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga ega. Davlat fuqarolarning ekologik huquqlarini ta'minlash va atrof muhitga zararli ta'sir ko'rsatilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratilgan. Shaharsozlik hujjatlarining loyihalari qonunda belgilangan tartibda jamoatchilik muhokamasidan o'tkaziladi. Davlat barqaror rivojlanish prinsipiga muvofiq atrof muhit yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Davlat Orolbo'yi mintaqasining ekologik tizimini muhofaza qilish hamda tiklash, mintaqani ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish yuzasidan choralar ko'radi. Biz xorazmliklar mintaqamizga oid mana shunaqa moddalarni konstitutsiyamizga kiritilganidan juda ham xursandmiz va mamnunmiz. Konstitutsiya ko'chasida joylashtirilgan yana bir targ'ibot burchagida fuqarolarning tibbiy huquqlari, davolanish, tibbiy yordam olish kafolati ifodalangan bo'lsa, yana bir yo'nalish insonlarning ijtimoiy manfaatlari, ijtimoiy himoya masalasiga keng o'rin berilgan. Konstitutsiyamizning 48-moddasiga ko'ra, har kim sog'liqni saqlash uchun malakali tibbiy xizmatdan bepul foydalanishga haqli. Bunda qonun doirasida belgilangan kafolatlangan paket xizmatidan foydalanishi mumkin. Bugungi tadbirimizda fuqarolarga sog'lom turmush tarzi bo'yicha tushuntirishlar olib boryapmiz. Hammamizga ma'lumki, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyamizning 1-moddasida O'zbekiston boshqaruvining respublika shakliga ega bo'lib, suveren, demokratik va huquqiy ijtimoiy davlat, dunyoviy davlat sifatida e'tirof etilgan. Konstitutsiyamizda insonlarning ijtimoiy huquqlari to'liq kafolatlangan. Hozirgi kunda ijtimoiy himoya milliy agentligimizda 120 turdan ortiq ijtimoiy xizmat va yordamlardan foydalanib, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarga yordam ko'rsatib kelmoqdamiz. Bularning barchasi konstitutsiyamizga binoan amalga oshirilyapti. Bosh qomusimizda ilgari surilgan asosiy jihat fuqarolarning soliq to'lash majburiyatlarini o'z vaqtida bajarishlari, davlat byudjetini ta'minlashga xizmat qilishi konstitutsiya ko'chasida joylashtirilgan targ'ibot materiallari orqali aks ettirilgan. Yoshlarga va tadbirkorlarga soliq mobil o'z ilovasidan qanday foydalanish, mol-mulkini ko'chaga chiqmasdan uyda o'tirgan holatda qanday ijaraga berish haqida tushunchalar berib bormoqdamiz va quyosh paneli imtiyozlari, soliq siyosati va soliq islohotlari haqida turli xil tushunchalarni berib bormoqdamiz. Bularning barchasi konstitutsiyamizda belgilangan normativ huquqlarni amalga oshirishda yordam beradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasiga ko'ra har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlanadi. Qonunda nazarda tutilgan hollarda yuridik yordam davlat hisobidan ko'rsatiladi. Bizning adliya organlari tomonidan ham konstitutsiyaga asoslangan
targ'ibot tadbirlari doimiy ravishda o'tkazilib, xalqimizga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Xulosa qilib aytganda, har bir davlat o'z istiqlol va taraqqiyot yo'lini tanlar ekan, xalq farovonligini ta'minlashga xizmat qiladigan eng muhim maqsad va vazifalarni o'zining konstitutsiyasi, asosiy qonunida ifodalaydi. Yangilangan konstitutsiyamiz esa xalqimizning xohish irodasi, dili va tilidagi ezgu niyatlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qilmoqda.